Keyingi yillarda sog'liqni saqlash sohasini tubdan takomillashtirish, xalqimizga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, sog'lom avlod tarbiyasi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanib, bu yo'lda misli ko'rilmagan ishlar qilindi. Sohadagi islohotlar natijasida tez tibbiy yordam tizimi mutlaqo yangi innovatsion, sifat jihatdan yuksak, barcha xalqaro talablarga to'liq javob beradigan tizimga aylantirildi. Respublika tez tibbiy yordam markazi Samarqand viloyat filialida 18 ta stansiya, 210 ta shoxobcha, 320 ta tez tibbiy yordam brigadasi mavjud. 1498 nafar shifokor, 2727 nafar feldsher, 1674 nafar haydovchi, jami 6224 nafar xodim faoliyat olib boradi. 2023-2024 yillarda tashabbusli byudjet loyihasi bilan 8 ta stansiya zamonaviy loyiha asosida qayta qurilib, kapital ta'mirlandi. 2023 yilda Samarqand shahar 2 stansiya hamda Kattaqo'rg'on tez tibbiy yordam stansiyalarida qurilish va ta'mirlash ishlari olib borildi. 2024 yilda filialning Qo'shrabot, Ishtixon, Paxtachi, Payariq, Samarqand shahar 3 stansiyasi, Samarqand tumani tez tibbiy yordam stansiyalarida qurilish va ta'mirlash ishlari olib borildi. 2024 yilda 210 ta shoxobchaning 114 tasi to'liq ta'mirlandi. Joriy yilda 10 ta tez tibbiy yordam stansiyalarini qayta qurish va 96 ta shoxobchani to'liq ta'mirlash rejalashtirilgan. Moddiy texnik bazani mustahkamlashga ham alohida e'tibor qaratilib, 27 ta Ford, 85 ta Volkswagen, 2 ta Sobol, 11 ta Nissan, 21 ta Hyundai, 6 ta Toyota avtomobillari bilan ta'minlangan. Tibbiyot tizimida olib borilayotgan bu kabi islohotlar inson qadri, inson baxti uchun tamoyil asosida xalqimizni bugunidan rozi qilish, ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlashdek ezgu maqsadga xizmat qiladi.